Gollivudning eng yaxshi odami Keanu Reeves ishtirokidagi top 5 ta film. 5-o'rinda Speed, o'zbekchasiga tezlik avtobusi bomba o'rnatilgan va uning harakati boshlangan. Keanu politsiyachi rolida hayajonli va action sahnalari bu rol uni dunyoga yanada mashhur bo'lishiga sabab bo'ldi. 4-o'rinda Konstantin, iblislar va inson dunyosi o'rtasidagi jang. Keanu Konstantin rolida ruhiy kuch va sirli atmosferani mukammal yetkazib bergan. Ko'pchilik muxlislarning fikriga ko'ra, Keanu Reevesning mistik qahramon sifatidagi eng zo'r roli aynan mana shu filmda. 3-o'rinda Iblis advokati, drama va triller janri. Keanu advokat rolida yovuzlik va sirli dunyo o'rtasidagi qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Film uning aktyorlik qobiliyatini yanada oshirgan, chunki bu filmda yana bir mashhur va afsonaviy aktyor Al Pacino ham rol ijro etadi. 2-o'rinda John Wick, rafiqasi va itini yo'qotgan qasoskor. Keanu bu film bilan zamonaviy action ikoniga aylandi. Har bir jang sahnasi va ssenariy detallari uni tomoshabinga yanada yaqinroq bo'lishini ta'minlagan. 1-o'rinni bilishdan oldin sahifamga obuna bo'ling. Matrica. Aktyor filmda virtual dunyodagi Neo personajini gavdalantirgan. Bu film uni ilmiy fantastik aktyor sifatida yanada tanitadi. To'g'rirog'i bu film o'sha davr uchun rostdan ham inqilob bo'lgan. Ayniqsa undagi bullet time sahnalari Gollivudni butunlay o'zgartirib yuborgan. Bu 5 ta film albatta mening shaxsiy tanlovim. Siz bu ro'yxatga qaysi filmlarni qo'shgan bo'lardingiz? Izohlarda qoldiring.